Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va Jonboydagi mana bog'bon agromarket kuzatuvchilari. Men Payariq tumani Manobod Ement hududidagi Xurramxo'ja dalasi fermer xo'jaligining raisiman. Mana shu bugun bizni dalamizga mana mehmon bo'lib keldi. Akalar kelishidan maqsad bu dalalarga ikki xil bug'doy navi ekilgan. Bu tomoniga 2 gektarga Alekseyevich navli bug'doy ekilgan. Hozir turgan joyimiz bu tomonida 4 gektarli dalaga Graf navli Rossiya bug'doyi ekilgan. Holatni ko'rib turibsizlar mana. Bu nav juda ham stressga, sovuq urushga, keyin kasalliklarga juda chidamli ekan. Mana ekib ko'rdik. Mana dalaning holati. Qolgan fermerlarga ham tavsiya qilaman. Mana shu Rossiya navlaridan shu ekishni tavsiya qilaman. Dalamizga 2 marta oziqlantirishlar amalga oshirildi. Ekishdan oldin 300 kilodan ammofos berildi. Birinchi o'g'itlashga 250 kilodan karbamid, ikkinchisiga 250 kilodan selitra berilgan. 2 marta suspenziya qilindi. Gerbitsidlar, fungisidlar hammasi agrotexnik ishlar amalga oshirildi. Hozir dalaning holati yomon emas. O'sha fermerlarga ham tavsiya qilib qolaman. Jonboydagi bog'bon agromarket bilan birga ishlab, mana shu agronomlar kelib turib, shu yerda birgalashib konsultatsiyalarni berib, maslahatlarni berib, dorilarni sinovlarini o'tkazib, hammasiga yordam qilib turibdi. Kattakon rahmat shularga.